Ramazon, Ha, tog'a. sigaretni ko'rmang. Stol ustidagimi? Ha, Shakdingiz-ku. qachon? Ish bilan buvani janozasiga kelganingizda. Aytdim, ko'rinmay qol. Sigaretingizni? Yo'q, ish bilan bo'y. Birontamsa eshak oldim. Yo'q. Bo'y hamiragan ovoz eshitildi-da. Dalboy bastan olgan pul kerakdi. Qara ovozing tomgacha eshitilibdi. Ramazon, Don, ziki. Don, ziki. Dosh. Don. Ana elektrovinchik yanchib keldimi? O elektromasa tog'ang. Shu tog'anda tepanda tup bo'lib vino ichar, bilyapsiz. Voy, boryapman. Ha, tog'a. jiyan yangang chaqirib tur, uyga kirib ketay. Xotin qilib, shunchalar qo'rqinkansiz yengandan eshakni skripkasi bo'lmidi, tog'a? Jiyan skripka qilib tasham, ha? Bir yordam qil. Tamom. Oxir yesa. Qanaqa? Ha, Ramazon, tinchlikmi? Ha, Murdashov, yana ichib keldingizmi? Yo'q, xotinjon. Ichib arkashmami senga? Qo'ysang-chi. Qarang-da. Sal qoldi, bilib qolishi. Ha, Ramazon, nega kirmay turibsiz? Yangam uyni qaydan topgansiz? Topganman-da. Bir satr aroq ichsam uyni o'zi topib keladi. To'yz olib ichganmi? Tarrangmas. Ha, Ramazon, qayga? Qabrtosh zakaz qilib kelay. Kimga? Sizga. Uy sharoitida nos bilan tova tozalashni bilarmidingiz? Baraka. Nima ko'chani rasvo qilyapsan? Maqta. Ko'chani iring qatar aylanishib turadi. Rahming kelmaydi ularga. Rahmo. O'zim yurib tashlayapsiz-ku. Ko'chani nark tarafini iring qatar aylanishib turadi. Bu yerda yosh qizlar turadi. Ramazon. Bittasi qarz so'rayapti. Bersammi, bermasammi, ey? Jo'raysizmi? Ha, jo'ram. Bo'lsa bermang. Nimaga? Qarz berganingizdan keyin Jo'raysiz hayotida og'ir kunlar boshlana. Birinchi bo'lib telefon ishlamay qoladi. Ikkinchi bo'lib bolalar ko'p kasalxonaga tushib qoladi. Uchinchi bo'lib o'zining ishlari orqaga ketadi. Shu sizga kerakmi? Yo'q, bermayman bo'lmasa qarz. Bermayman. Do'stimni yaxshi ko'rganim uchun ham bermayman. Nima qilyapsan, ey? Loy qilyapman. Yig'ishtirib erta qilasan, kech bo'ldi-ku o'zi. Hozir ariqdan suv olib 5 minut tashlayman, tog'a. Ariq suviga loyqa bo'lmaydi, tentak, u layqa suv. Tiniq suvga loy qilsang, shunaqa shirali zo'r chiqadi. Ey, tog'a, yaxshi aytdingiz. Sal qo'yganda shuncha loyda raso qilaydi. Jiyan, tog'angni ham baylab berib qo'ygan yo'q. Maslahatlarimni olib qo'y. Tog'a, shunday maslahat beringki, toza taytavotli joylarda ishlang. Ko'ppalak pullar kelsin. Mayli-ku, lekin bunday maslahatlar pulli turadi. Keyin mana bu ishlardan qanday qutulamanmi? Albatta, maslahatga rioya qilsang bo'ldi. Nechi pul? Bir ko'nglingdan chiqarib 100 ming ber. Xo'sh, endi nima qilishim kerak? Ha, unda eshit jiyan. Maktabda zo'r o'qisang, yaxshi joylarda ishlaysan, keyin bu ishlardan qutulasan-da o'zi.